Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Mevazor MFida, bu yer Mevazor MFida 18 sotiqlik umumiy maydoni 18 emas. 18 dan ko'pmi? 18 yil teplisami? Ha. 18 sotiqlik mana bunaqa teplitsamiz. Tayyor mana. Ekin ekasiz, uje ustlari yopilgan. 18 sotiqlik. Baliq boqsa bo'ladi. Mana bu joyga xonadon egalari baliq boqish uchun o'z plani bo'lgan ekan. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra sotishga to'g'ri kelgan. Kovlatib shu yerda baliq boqadigan joy qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana suv katta kanalda suv oqib turadi, ariq bor. Shu yerdan ochasiz, suv muammo bo'lmaydi hech qachon. Eng kam suv turadi. Endi mana bu Tbilsini qarang. Toshkent shaharga necha kilometr shu yerdan? 40 kilometr Toshkent shaharga. Food citylarga 35 mi? Shunaqa 15 da. Yangi yo'lga 15 kilometr. Mana qarang, tayyor mana biznes. Kapilni sistema ham bor uni. Tepamizda kapilni sistemasi bor. Kapilni sistema qilib qo'yganlar. Suv hamisha bor. Mana suv yurish uchun xullas akkuratniy plan bilan qilingan-da mana latoklar. Ko'chalar asfalt bo'lgan. Gaz, svet, suv, nari yoqda ham pol uznasiga ariq ketgan. Mana bu tomonida ham. O, ketgan shunaqasi ariq. Gaz, svet, suv hammasi bor. Ko'chalar asfalt, maktab, bog'cha kelib yashayman desangiz ham. Agar sotib olib turib mana shu Tbilsini yurg'izaman shu yerga ishchilar qo'yib qo'yib, biror bir oilani qo'yib qo'yaman desangiz ham, bu ham to'g'ri kelaveradi. Motorom bor, hamma shayot bor. Xohlang ariqdan sug'oring, xohlang mana motor sistema. 18 sotiqlik. Filtrlar qo'yib qo'yilgan. Uy ekin buni. Mana rabochilarga-da uy remont qilish. Uyi endi remont talab. Kelib turib ozgina qarab nima qilsangiz bo'ladi. Hech kim yashamaydi deb aytdi. Hech kim yashamaydi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta xona ekan. Hech kim yashamaydi deb aytdi. Rabochi klass. Mana ko'cha tomonlarini hozir ko'rsataman. Bu yoqda tandiri bor ekan. Mana ko'cha asfalt. Mana to'g'rida 200 metr adashmasam katta asosiy yo'lga chiqasiz. 200 metr. Sharbat ko'chasida. Hozirgi kunda bu xonadonimizga so'ralayotgan narx necha pul deysiz? Bo'ladigan narxdi. Shunda realni kelsa, kelishamiz 80 ming deyapmiz. 80 ming deyapti. Hozir ko'rgan hammasi. Krasni sotiga 3000 dollar bor demaydi. Xohlasangiz yarmiga ham kelishaveradi. Xohlasangiz hammasini olaman desangiz ham shu yerga kelib turib, ana variantga ham, bo'lib berishga ham kelishaverar ekan. Kelsin gaplashamiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Tagida bemalol aloqaga chiqsangiz, lokatsiyasini ham tashlab qo'yamiz.